Ha, o'rganib chiqdik. Ana u mahalladagi nogiron qizchamizning o'qituvchisi kelmayapti ekan. Bir aniqlachi, nima muammosi bor? Undan keyin mahalladagi hamma nogironlarni ro'yxatini qilib menga olib kelgin. Ha, tezlashtirgin, ona qizim. Xo'p. Mumkinmi? Ha, kel Shuhrat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? O'zing yaxshimisizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Qani o'tir. Xo'p. Xo'sh. Endi rais buva Qosim akaning velosipedi bo'yicha tekshiruv o'tkazdik. Xo'sh. Ko'chalardagi barcha kameralarni ko'rib chiqdim. O'g'ri ham topildi. Yo'q, shunaqami? Kim ekan u o'g'ri? O'zimizni mahalladami yo chetdan kelib birortasi olib ketganmi? Afsuski, o'zimizni mahalladan-da rais buva. Ana bu bor edi-ku, 15-uy 5-xonadondagi 3 oy oldin ijaraga kelgan ona bola. Esladingizmi? Ha. Haligi yolg'iz onaning o'g'limi? Ha, o'sha. Shu ayolni o'g'li o'g'irlagan ekan. O'zi yaxshilab tekshirib ko'rdingmi? Agar adashgan bo'lsang, bola bechora tuhmatga qolib ketmasin. Endi bilasan, yosh bola, uni kelajagini yo'q qilib qo'yishimiz mumkin. Yoshligidan sindirib qo'ymaylik bolani. Aytmoqchi, bola xonamda o'tiribdi. Gaplashdim. O'zi ham tan olib turibdi. Nima endi shunchalik yomon bola ekanmi? Shu uyushmagan yoshlar ro'yxatida turar ekan. Iya, bu ro'yxatga nima sababdan olingan ekan? Qo'shnilar bilan urushar ekan. Bir do'konchi bilan ham so'kishib ketgan ekan bir-biri bilan. Shuhratjon, nima bo'lgan taqdirda ham ehtiyot bo'lib gaplashishimiz kerak. Endi yaxshi muomalada bo'ling. Baribir yosh bola. To'g'ri. Uni taqdirini o'ylashimiz kerak. Xo'p. Tag'in uni yoshligidan sindirib qo'ymaylik bolani. To'g'ri aytasiz. Men ham shuning ehtiyotini qilyapman, rais buva. Ha, aytgancha, rais buva o'zi shu yerda edi. Xohlasangiz bir chaqiraman, gaplashib ko'ring. Mayli, chaqir, gaplashamiz. Bo'ldi, hozir chaqiraman. Rais buva? Kir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yur. Qani kel, o'tir. Shahboz, nima gaplar bolam? Oying yaxshimi? Nima bo'ldi? Mazalar yo'q. Allohim shifo bersin. Doktorga olib bordingmi? Nega bormading? Borganim bilan dori olishga pulimiz yo'q baribir. Qayeri og'riyapti o'zi? Qattiq shamollaganlar. Yo'talari ketmayapti. Istimalari ham umuman tushmayapti. Shuning uchun Qosim amakini velosipedini o'g'irladingmi? Xo'sh, velosipedni nima qilding? Sotdim. Kimga sotding? Tanimayman. Eski bozorga olib borgandim. Xo'sh, pulini nima qilding? Oyimga dori oldim. Rais buva, xullas, velosiped egasi Qosim aka, bilasiz, juda qaysar odam. Sudga oshiraman deb turib olgan.
Jazosini olsin. Xulqi buzilgan yomon bola ekan deyapti. Yo. Shahboz yomon bola emas. To'g'rimi o'g'lim? Onasini o'ylagan yigitlar yomon bo'lmaydi. Faqat yoshlikdan xato qilish mumkin. Shahboz ham bir xato qildi-da. Endi u kishini ishonchini oqlash uchun Shahboz o'zgarish kerak. Shundaymi? O'zgarasan, ha? Bo'lmasa sudga beradi, qamalasan. Boshqa iloji yo'q. Iltimos rais buva, oyim bilmasinlar. Iltimos rais buva. Oyim bilsalar xafa bo'ladilar, iltimos. He Shahboz. Qosim amaki juda injiq odam. U seni sudga berishi mumkin. O'shanda baribir onang biladi-ku. Undan ko'ra hozir bilgani yaxshi. Tushundingmi? Shohista, qarab o'rgin. Labay rais buva, chaqirdingizmi? Ha, chaqirdim. Shahbozning onasidan borib xabar olgin. Nima gap, nima muammosi bor, hammasini bilgin-da, menga kelib xabar ber. Xo'p bo'ladi rais buva. Tezda bor. Oling mehmon. Rahmat. Xush kelibsiz. Rahmat. Ovora bo'lib, yaxshimisiz? Nima qildi? Shamolladingizmi? Ha. Tuzalishim qiyin bo'lyapti. Yo'talim juda ham kuchli. Shungami issig'im ham tushmayapti. Ilohim, tuzalib keting, opa. Rahmat. Men mahallada ishlayman. Xotin-qizlar faoliman. Sizdan bir xabar olgani kelgandim. Rahmat singlim. Opa, oilaviy ahvolingizni bilaman. Siz ishlardingiz, adashmasam. Ha. Kafeda idish yuvardim. 2 haftadan beri bora olmayapman. Mazam bo'lmayapti. Ha. O'zim ham shunaqa deb o'ylagandim. O'g'lingiz-chi? O'g'lingiz ishlaydimi? Yo'q. O'qishdan yiqildi. Qayerda ham ishlasin? Yetkazib berish xizmatida ishlardi. Lekin u yerda ham biror bir minadigan narsasi bo'lish kerak ekan. O'g'limning hech narsasi yo'q. Shunga ishlay olmadi. Opa, menimcha sizni xabaringiz bo'lmasa kerak-a. Afsuski, o'g'lingiz o'g'rilik qilibdi. Nima? Yo'q. Shahboz unaqa emas-ku. Bilaman, o'g'lingiz unaqa bola emas. Endi siz kasal bo'lganingizga yetishmovchilik bo'lgandir-da. Shuning uchun majburlikdan qilgandir. Mahallamizda Qosim amaki degan odam bor. Ana o'shalarni velosipedlarini o'g'irlabdi. U amakiyam ozgina injiqroq odam. Sudga beraman deb turib olgan. Shunga sizni ham xabaringiz bo'lsin deb kelgandim, opa. Yo'q. Singlim, iltimos yordam bering. Biz o'zi yaqinda ko'chib keldik. Hali hech kimni tanimaymiz. Iltimos sizdan o'g'lim qamalib ketmasin. Xo'p, opa, xo'p. Siz xavotir olmang. Iloji boricha yordam berishga harakat qilamiz. Qarab turmaymiz. Ammo siz ham o'g'lingizni nazoratga oling, opa. Hozir uni to'g'ri yo'lga solmasak, oxiri yomon bo'lishi mumkin.
Iltimos, o'zingiz o'g'lingizga yaxshilab tushuntiring. Xo'pmi, opa? Endi Shuhratjon, bu shahboz masalasi juda nozik masala. Buni yaxshilab so'rab, sinchiklab o'rganib, surishtirib gaplashib ko'r. Bilasan, bu bola hali juda ham yosh. Men ham shuni o'ylayapman, rais buva. Yosh bolani taqdirini hozirdan barbod qilmaylik. Meni ham shu narsa rosa o'ylantiryapti. Sen yaxshisi u bilan borib yaxshilab do'stdek bo'lib gaplash. Bu nega o'g'irlik qildi? O'g'irlikka borishga nima majbur qildi bu bolani? Rostdan ham onasini kasalligi sababmi yo boshqa bir sabablari ham bormi? Boshqa sabablari bor deb o'ylaysizmi, rais buva? Endi bilib bo'lmaydi. Buni ustiga o'zing ayting, uyushmagan yoshlar ro'yxatida ham turibdi ekan. Shunday. Onasini kasalligi bola uchun oddiy niqob bo'lishi ham mumkin. To'g'ri aytasiz. Unday bo'lsa, yaxshilab gaplashib ko'raman, rais buva. Shunday qil. Bo'pti. Men borib Qosim bilan o'zim bir yaxshilab gaplashib ko'raychi. Ketdingizmi? Ha, Bo'pti. ketdim. Ey, Shahboz. Shahboz. Meni bir ichki ishlar xodimi emas, do'sting sifatida ko'r. Faqat meni aldama. Senga yordam berishni xohlaymiz. Buning uchun faqat sen ham bizga yordam berishing kerak. Yaxshi. Endi to'g'risini ayt. Nima uchun velosipedni o'g'irlading? Oyimga dori olmoqchi edim. U yo'lakda velosiped borligini qayoqdan bilding? Yoki senga kimdir aytdimi? Yo'q, bir oy oldin yetkazish xizmatida ishlagandim. O'shanda o'sha yo'lakka ovqat yetkazib berganimda o'shani ko'rib qolgandim. O'sha paytlar menga juda kerak bo'lgani uchun esimda qolgan. Velosipedni xizmatda yetkazib berish uchun o'g'irladingmi yoki onang uchunmi? Menga faqat aldamasdan rostini ayt. Yetkazib berish xizmatida ishlamayapman. Oyim uchun. Piyoda ishlab bo'lmas ekan. Shunga bo'shatishdi meni. Nega ko'chadagi skuterlardan foydalanmading? Topgan pulim o'shanga ketib qolardi. Velosipedni qaysi paytda olding? Kechasi oldim. Xo'sh, uni o'g'irlaganingdan keyin qayerga olib bording? Darrov bozorga olib bormagan bo'lsang kerak. Kechasi o'zimiz yashaydigan uyni yerto'lasiga qo'yib turdim. Erta tongda bozorga olib borib sotib kelgandim. Qanchaga sotding uni? 300 mingga sotdim. Puliga esa oyimga dori olgandim. Qolganiga uyga bozorlik qildim. Oying pullarni qayerdan olding deb so'ramadimi? So'radilar. Bozorda arava tortib pul topdim deb aldavordim. Endi Shahboz boshqa bunaqa ish qilma, tushundingmi? Hozir uyingga borgin-da men bilan aloqada bo'lib tur. Endi men bir Qosim amaki bilan ham gaplashib ko'ray.
Aka, iltimos, yordam bering. Boshqa o'g'irlik qilmayman, iltimos. Bo'pti, bor. Sen uyingga boraver. Rahmat aka. Bir narsa qilarmiz, bor. Assalomu alaykum rais. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Qosim aka, Yaxshi qalaysiz? yuribsizmi? Rahmat, yaxshi. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat. Ishlar bilan charchamasdan Rahmat. yuribsizmi? Rahmat. Uyga kirsak bo'lardi. Shart emas. Cho'pa qilamiz. Mana shu yerda toza havoda gaplashib olamiz. Yaxshi. Tinchlikmidi? Tinchlik. Endi Qosim aka, biz u bolani yaxshilab o'rganib chiqdik. Bola bechora haqiqatdan ham muhtojlikdan qilgan ekan bu ishni. Muhtoj bo'ladimi? Boshqa bo'ladimi? Bu o'g'irlik-ku. To'g'ri, bilaman, o'g'irlik. Lekin hali yosh bola-ku. Hattoki 18 ga ham kirmagan. Voyaga yetmagan bola ekan. Endi bu bolani hayotiga bu juda yomon ta'sir qiladi aka. To'g'ri tushuning. Keling endi shu bolani kelajagini barbod qilmaylik. Birgalashib tarbiya qilaylik. Menga qarang. Uni tarbiyalash siz bilan menga qolgani yo'q. Ana, ota-onasi bordir. Qilsin tarbiya. Endi Qosim aka, bu bolani otasi yo'q ekan. Onasi bilan ajrashib ketgan ekan. Onasi kasal bo'lib qolgan. Dori-darmonga pul topolmagani uchun shu ishni qilgan ekan. Siz ham tushuning axir. Bir bolaga 7 mahalla ota-ona degan gaplar bor. Siz bilan biz bolalarga bir ozgina tarbiya berishimiz kerak. Taqdirini o'ylashimiz kerak aka. Keling. Endi mana siz bo'ling, men bo'lay. Shu yigitni ham bir to'g'ri yo'lga solaylik. Iltimos sizdan. Men nima qilishim kerak? Shu davoyingizni qaytarib olsangiz bo'ldi. Birgalashib bolaga nasihat qilsak, ish topib bersak, hammasi joyiga tushib ketadi akajon. U ham asta-sekinlik bilan halol pul topib odam bo'lib ketar. U shuncha yil otasiz o'sibdi. Uni tarbiyasi buzilib bo'lgan. Men davoyimman, qaytarib olmayman. Sudga ochiraman. Ana, olsin jazosini. Iltimos akajon, shu bolaga bir yaxshilik qilaylik. Kelajagini barbod qilmaylik shu yosh bolani. Men nimaga uni kelajagini barbod qilarkanman? O'zi qilyapti-yu. Endi o'g'irlik qildimi? Olsin jazosini. Menga qarang rais, meni avriyman deb ovora bo'lmang. Men unaqalarni ko'pini ko'rganman. Unaqalaringiz odam bo'lmaydi. Endi aka, qo'llasak, to'g'ri yo'lga solsak, odam bo'lib qolar. Shuni iltimos qilib kelgandim oldingizga akajon. O'zingiz solavering. Meni aralashtirmang. Agar yana shunaqa deb boshimni qotirsangiz, jinoyatga sherik deb ustingizdan yozib beraman. Hada meni boshimni qotirurmang. Qosim aka, Shahboz. Labay oyi. Bu yoqqa kel bolam. Nega unaqa qilding bolam? Yig'lamay oyi. Qanday yig'lamayman? Men seni shunaqa niyatda katta qilganmidim. Men seni o'qiysan, odam bo'lasan desam, sen bo'lsa. Oyi, kechiring.
Meni kechirganim nimani hal qiladi? O'sha odam sudga beraman debdi. Endi nima bo'ladi? Nega gapirmaysan? Nega unday qilding? Assalomu alaykum. Men xalqaro tadqiqot kompaniyasi vakiliman. Hozirda O'zbekistonda sotilayotgan mahsulotlar sifatini o'rganmoqdamiz. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Sizning bebaho tajribangiz mahsulotlarni yanada yaxshiroq qilishga yordam beradi. Xalqimizning ekspertiga aylaning. Video ostidagi havolaga o'ting yoki QR kodni skanerlang va so'rovnomadan o'ting. Sizga bir narsa bo'lib qoladi deb qo'rqandim. Menga nima ham qilardi o'g'lim? Ja bo'lmasa qarz olib turardik. O'g'irlik yomonligini, jinoyatligini bilmasmidik? Oyi, kechiring. Ko'zimga hech nima ko'rmadi. Bilishmaydi deb o'ylabman. Qayoqdan bilishmaydi? Hamma yoqda kamera bo'lsa. Seni sud qilishsa endi men nima qilaman? Boshqa bunday yomon ishlarni qilmayman deb so'z ber. So'z beraman, oyi. Boshqa bunaqa qilmayman. Xo'sh, shoxsda nima gap ekan? Aniqladingmi? Ha. Onasi rostdan ham kasal ekan. Hozir ham yo'talib yotibdi. Demak, aldamabdi-da? Ha, aldamabdi. Muhtoj bo'lgandan o'g'rilik qilgandi. Aslida o'zi yomon bolaga o'xshamaydi. Nima qilib bo'lsa ham, endi shu bolani to'g'ri yo'lga solishimiz kerak. Shuhrat, Ha, sen nima qilding? Gaplashdingmi? ha, yaxshilab gaplashib oldim, rais buva. Onasi bilan ijara pulini to'lay olishmayotgan ekan. Buni ustiga onasi ham kasal. Shu sabab o'g'irlik qilgan. Men ham Qosimning oldiga bordim. Xo'sh, nima bo'ldi? Endi bilasizlar-ku Qosimni. Ha, rais buva. Rosa injiq odam. Ha, Hech ko'nmayapti. Sudga oshiraman deb turib olgan. Endi bu bola ham kelib shu Qosim akani velosipedini o'g'irlaydimi? Shuni ayting. rais buva, ish sudga oshmasligi uchun Qosim akaga bir velosiped olib bersak. Mol achchig'i jon achchig'i degandek, uni ustiga Qosim aka jahl ustida turibdi. To'g'ri. Men ham shuni o'yladim. Balki velosiped olib bersak ko'nar. Men hokim yordamchisi bilan bir gaplashib ko'ray. Gaplashing. O'zi shu oilaga yaxshi bir yordam qilmasak bo'lmaydi. Dori darmoni, ijara pullariga ham yordam berishimiz kerak. Ha, shunday. Ular rosa qiynalib qolgan oila ekan. Keyin haligi mahalladagi ehson talab tadbirkorlar bilan gaplashib ko'raman. Ha. Balkim Qosim akaga velosiped olib berishar. Mayli rais buva, siz bir gaplashib ko'ring. Shunga qarab men ham hujjatlarni tayyorlayman. Alo. Alo, eshitaman. Assalomu alaykum Davronjon. Assalomu alaykum Davlat aka, yaxshimisiz? Ishlar bilan charchamayapsizmi? Rahmat. Nima xizmat aka? Sizdan bir kichkinagina yordam so'rab qo'ng'iroq qilayotgandim. Xo'p, bajonidil aka. Bizdan nima yordam? Mahallamizda bir kam ta'minlangan oila bor. Xo'sh, nima yordam kerak ekan? Hattoki ijara pulini to'la olmayapti.
Buni ustiga bechora kasal. Ha, tushunarli. Dori darmoniga ham pul topolmayapti. Shunga ozgina yordam qilsak, nima deysiz? Xo'p. Bo'lmasam, keling hujjatlarni yig'averinglar, qolganini o'zim hal qilaman. Iya, rahmat Davronjon, rahmat. Umringizdan baraka toping. Xo'p, salomat bo'ling. Ana, hokim yordamchisi ham moddiy yordam uchun hujjatlarni tayyorlang dedi. Ha, yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'pti. Sizlar ham shunga qarab ish qilinglar. Undan keyin sen anavi chetda ishlab kelgan bola bor-ku, Aha. uyda yotib olib oilasini rosa qiynayotgan ekan, pul top ber deb. O'shandan ham bir xabar olib kel. Ha, o'zi shuni oldiga chiqaman deb turgandim. Ha. Bo'ldi. Esingdan chiqmasin. Xo'p. jon amaki kechira qoling, Shahboz meni bitta o'g'lim. Men nima qilay? Meni ham velosipedim bitta edi. Doktor yurak izi mazasi yo'q. Shunga haydab turing deganiga olgandim. Har kuni haydardim. Bozorga ham o'sha bilan borardim. Bolam yoshlik qilganda kechira qoling, jon amaki. Nega endi kechirishim kerak? Yana o'g'irlik qilish uchunmi? Keyin o'g'lingiz ham odamlar kechirarkan deb mototsikl o'g'irlasin, mashina o'g'irlasin. Undan keyin nima qilasiz? Amaki, men gaplashdim, boshqa bunaqa qilmaydi. Siz qayerdan bilasiz? Bizning eng katta xatoyimiz bolalarni jazodan qutqarishimiz. Keyin ular ham mana jazodan qutulsa bo'ladi deb yuraveradi. Shunday qilib. To'g'rimi? To'g'ri amaki. Lekin meni bolamdan boshqa yaqinim yo'q. U qamalib ketsa nima qilaman? Bolangizga ayting-da, ko'zini kattaroq ochsin. Iltimos amakijim, kechira qoling. Boshimni qotirmang. Uchastka noziriga ham aytdim. Ishini sudga ochiladi. Unaqa qilmang amaki. Unaqa qilmang. Menga qarang. Ko'z yoshingizni ko'rsatguncha bolangizni tarbiya qiling. Shunda yig'lab o'tirmasdingiz. Bolangiz otasi yo'q ekan. Bunaqa bolalarni esiga kiritib qo'yish kerak. Jon amaki, kelajagicha u hali yosh-ku. Buni oldinroq o'ylash kerak edi. Bir jazosini olsin, ko'zi boshdan ochiladi. Mendan xafa bo'lmang-ku, bolangizga qattiqroq turing. Shuhratjon, Ha. sen Shahbozni yaxshilab nazoratga ol. Qayerga boryapti? Kim bilan gaplashyapti? Albatta ko'z quloq bo'lib turgin. Ha, nazoratimda rais buva. O'ziga ham aytdim, agar shu ish orqada qolsin desang, nazoratda jim yurgin dedim. Shaxsda sen nima qilding? Gaplashdim. Shahbozni onasi kafeda idish yuvuvchi bo'lib ishlar ekan. Kun sovuq bo'lganiga ish joyi ham zaxku. Shunga shamollab qolgan. Shunga boshqa ish surishtirdim. Yoshlar yetakchisi bilan gaplashdingmi? Gaplashdim. U Shahbozni o'ziga ish qidiradigan bo'ldi. Yaxshi. Unda onasiga ham ish topish kerak ekanda. Anavi zardozlik bilan shug'ullanadigan opa bor-ku. Xo'sh? O'sha bilan gaplashib ko'rdim. Ha, ana u Zamiraxonni aytyapsanmi? Ha, xuddi o'zi. Zardozlik ustaxonasi bor. Bilasiz, 100 dan ortiq ayollarga ish o'rgatgan. Milliy kiyim deysizmi, kashtachilik deysizmi? Hammasini o'zlari ish bilan ta'minlaganlar. O'rgatadilar, uyga ham ish beradilar. Juda soz. Yaxshi o'ylabsan. Shahbozni onasi uchun yaxshi ish. Uyda o'tirib, ishlab pul topsa ham bo'laveradi. Shunaqa. Yana gaplashaman.
ham ish o'rgatadi, ham uyiga ham ish olib kelib tiksa bo'laveradi. Ha. Hokim yordamchisi nima qildi ekan? Bir qo'ng'iroqlashchi. Ha, shuni bir gaplashib ko'ring. Aytaman. Alo. Assalomu alaykum Davronjon. Assalomu alaykum Davlat aka. Yaxshimisiz? Rahmat. Ha, bizni masala nima bo'ldi, ukajon? Ha, hujjatlarni yuborgandik-ku. Ha, xabarim bor. O'zi bor yo'g'i bir oy yordam qilsangiz bo'ldi. Undan keyin onasini ham, o'zini ham ish bilan band qilamiz. Bo'ldi Davlat aka. Harakatdamiz. Ha, undan keyin o'zlarini sekin-sekin eplab ketishadi. Xo'p, albatta. Tez orada hal qilamiz. Rahmat Davronjon. Baraka toping ukajon. Rahmat. Salomat bo'ling. Xo'p, sog' bo'ling. Ishlaringizga omad, charchamang. Xo'p, rahmat. Ana, Shahbozni onasiga ham moddiy yordam ajratiladigan bo'pti. Hali Shahbozni ham o'zimizniki qilib o'zgartirib olamiz. Xudo xolasa. Zardo'z opa bilan gaplashib kelaman. Bora qol. Xo'p, mayli. Oling, rais. Rahmat. Qosim aka bor bo'linga. Mana yana oldingizga keldik. Endi bir gap, Qosim aka. To rozi bo'lmaguningizcha kelaveraman. Menga qarang. Bu bola o'zi sizga kim bo'ladi? Hech kimim bo'lmaydi. Bo'lmasa ishingiz bo'lmasa sizni. Ha, endi qanday qilib ishim bo'lmaydi? Qosim aka, odamlar menga ishonib mahalla rais qilib saylashgan bo'lsa, ularni ham ishonchini oqlashim kerak-da, aka. Sizningcha bu o'g'rining yonini olish, xalqning ishonchini oqlashmi? Agar shu bola rostdan ham o'g'ri bo'lganda-chi, men shu bolani orasiga tushib sizning yoningizga kelmagan bo'lardim. Qanday qutulsang o'zing qutulaver deb qo'ygan bo'lardim. Lekin to'g'ri tushuning aka, u bola unaqa emas. Onam o'lib qolmasin deb qo'rqdim deyapti-da. Endi ayrim bezori bolalarga, yomon bolalarga o'xshab to'qlikka sho'xlik qilib o'g'irlik qilgani yo'q-ku aka. Menga qarang rais. Men jazosini olishning tarafdoriman. Aka, uni ustiga unga qanday jazo qo'llashlari ham hali noaniq. Voyaga yetmagan bola bo'lsa, Ja bo'lmasa jarimaga solishar. Jarima to'lasa, miyasi ham joyiga tushib qolar. Men bo'lsa jarima puliga o'zimga velosiped olaman. Omon bo'ling. Ja qiziq ekansiz a? Nahotki tushunmaysiz, jarimani u davlatga to'laydi-ku. Sizga emas u. Men gaplashaman, aka. O'sha velosipedingizni mana men olib beraman sizga. O'rniga o'rin velosiped olib bersam, shu bolani kechirasizmi? Menga qarang rais. Rostdan ham jarimani davlatga to'laydimi? Albatta-da, aka. Nima, men sizga yolg'on gapiraman? Bo'lmasa siz velosipedimni undirib bering. Bo'pti. Keyin o'sha bola kelib mendan kechirim so'rasin. Shumi aka? Ha, shunday. Bo'ldi. Ko'nglingiz to'q bo'lsin. Hamma aytgan ishlaringizni qilamiz. Ana shunday bo'lsin. Xo'p, aka. Tinchlik omonlik bo'lsin. Ilohim, aytganingiz kelsin. Xush kelibsiz, Yaxshimisiz? Rahmat. Tuzumisiz? Charchamay yaxshi o'tiribsizmi? Ancha yaxshi bo'lib qoldingizmi? Rahmat. Opa, siz zardozlikka qiziqasizmi? Ha. Qizligimda o'zim milliy xalatlar tikardim o'zimga. Voy, zo'r-ku. Bo'lmasa unda qiynalmas ekansiz. Sizni kichik tadbirkorimiz Zamir opani oldilariga olib boraman bo'lmasam. Hunarni o'rganasiz. Ish bilan ham ta'minlaydilar. Voy, rahmat. Buncha yaxshisiz. Iltimos, o'g'limning ishini ham hal qilishiga yordam bering.
Ha, o'g'lingizni ishi bilan raisimiz shug'ullanyaptilar. Rahmat. Rahmat. Opa bo'lmasa siz kiyinib chiqing, birga borib kelamiz. Sizni u ayol bilan tanishtirib qo'yaman. Xo'p. Hozir siz o'tirib turing. Aha. Men Xo'p. hozir. Amaki, iltimos meni kechiring. Boshqa unaqa qilmayman. Bilmasdan xato qildim. Iltimos, endi yoshlik qilib qo'ydim-da. Uyimni pastida yerim bor. Shuni chop berasan. Keyin kechiraman. Xo'p, Ko'chadan olib kelaman. Daraxtlarimni ham, gullarimni ham ekib berasan. xo'p. Yashang, Qosim aka. Ajoyib odamsiz-da. Siz bahona bu siz yashaydigan uyni atrofi rosa gulzor, daraxtzor bo'lib qolar ekanda, ha? O rais, velosipetimni qaytarmasa, kechirmayman. Ko'nglingiz to'q bo'lsin. Uni ham bir yo'lini qilamiz. Lekin siz davoyingizdan ketsangiz bo'ldi. Velosiped bo'lsa, yo'lini qilamiz. Velosipetim eshigimni tagida bo'lsin. Keyin kechiraman. Bo'ldi. Bo'ladi. Eshigingiz tagida bo'ladi. Ha, bolam. Endi o'zingga tegishli xulosa chiqarib olding deb o'ylayman. Mana, Qosim bobo ham seni kechirdi. Endi ko'zingga qarab ish qilgin bolam. Velosiped masalasida haligi saxovatpesha tadbirkorlarimiz bor. Uni ham hal qilib beraman Qosim aka, albatta. Ammo senga bir shartim bor, Shahboz. Roziman, rais buva. Endichi menga mahalla ishlarida yordamchi bo'lasan. Senga oylik to'laydigan ish topib beramiz. Shunday qilib mahalla ishlarida ham yordam berib yuraverasan. Menga senga o'xshagan o'zi chaqqon yigitlar kerak. Xo'p bo'ladi. Ha, yasha bolam. Menga qara. Senga yana bir imkoniyat. Mana Qosim aka aytganlaridek o'zingga o'xshagan chaqqon yigitlarni topasan. Va mana shu mahallamiz atrofidagi yerlarni chiroyli qilib chopib chiqasizlar. Men hokimiyat bilan gaplashib, ko'chat masalasini ham hal qilaman. Birgalashib ko'chat ekasizlar. Ham savobga qolasan. Ham tozalikka hissa qo'shiladi. Qarabsanki, mahallamiz chiroylikkina bo'lib, obod bo'lib qoladi. To'g'rimi Qosim aka? To'ppa to'g'ri. Pul masalasini ham bir yo'lini qilamiz. Bo'pti rais, men boray. Ishlarim ko'p. Rahmat aka. Sen borib yerlarimni chop berasan-a? Chopadi. Ko'nglingiz to'q bo'lsin, Qosim aka. Xo'p. Mana ko'rdingiz. Olib kelib tanishtirdim. Kattagina zardozlik sexi bor. Bemalol ish bilan ta'minlashadi. Sizga rahmat. Shu Zamiraxon deganingiz juda ham yaxshi ayol ekan. Ha, bizni mahalla ayollariga ularni rosa yordamlari ko'p tegadi. Bir ayoldan so'radim. Oyiga 10 million topaman dedi. Siz undan ham ko'p topa olasiz. Rostmi? Kishi bilarkansiz. Yosh bolangiz bo'lmasa, uyda tikib o'tirsangiz, har daqiqada pul topasiz, opa. Rosti juda ham xursand bo'lib ketdim. Nega yig'laysiz? Yig'lamang. Ko'rdingiz-ku, sizni tikishingiz opaga yoqdi. Mana, tiktirib ko'rib, bir haftalik ish berdilar uyga. Ha, ishonchlari uchun ham juda ham xursand bo'lib ketdim, to'g'risi. Sizlarga qanday minnatdorchilik bildirishni ham bilmayapman. Ey opa, qo'ysangiz-chi. Siz bekamu ko'z yashasangiz, kasal bo'lmasangiz, shuni o'zi bizga katta minnatdorchilik. Rahmat, baraka toping. Arzimaydi. Mayli. Yuring bo'lmasa.
Shahbaz. Endi senga ish topishimiz kerak. Men hozir yoshlar yetakchisiga qo'ng'iroq qilaychi, unda ish bormikin? Rahmat rais buva. Alo. Assalomu alaykum rais buva. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Sen qayerlarda yuribsan? Qayerda ham yurardim rais buva? Yoshlar uchun bo'sh ish o'rinlarini aniqlab yuribman. Ha, baraka top bolam. Sen yoshlar yetakchisi bo'lganingdan beri juda ko'p yoshlar ish bilan ta'minlandi. Yaxshi oylik ham olyapti. Eshitdim, ana Zokirning o'g'lini ham ishga joylab qo'yibsan. Juda yaxshi bo'pti. Ha, menga qara, men senga yana bir Shahboz degan yigit to'g'risida gapirgandim. Ha, aytgandingiz rais buva, xabarim bor. Shu yigitga ham bitta yaxshi ish kerak edi. Ha, bir mashina ustasiga shogird kerak ekan. Hozir gaplashib chiqqandim. Agar yaxshilab o'rgansa, zo'r daromad topadi. U bola sizni oldingizmi hozir? Tashqari chiqib tursa, olib borib tanishtirib qo'yaman. Mashina tuzatishga qiziqasanmi? Agar mabodo o'sha yerda ish topilsa, borasanmi ishga? Boraman rais buva, qiziqaman. Sen bo'lmasa ko'chaga chiqib turgan, hozir kelib seni olib ketadi. Tushundingmi? Rahmat rais buva. Xo'p. Ha, idorani oldi kutib turadigan bo'ldi. Olib ketarsan-a o'zing kelib. Xo'p, rais buva. Yaxshilab tanishtirib qo'ygin. Yomon bola emas. Xavotir olmang, rais buva. Rahmat, sog' bo'lgin. Xo'p, salomat bo'ling. Alo. Assalomu alaykum ukajon, yaxshimisiz? Rahmat. Har doimgidek bir yordamingiz kerak bo'lib qoldi. Endi bir bolani kelajagi uchun yoshlik qilib qo'yibdi. Shunga bitta velosiped kerak edi. Shuni olib bera olasizmi, ha? Rahmat. Sizdek saxovat pesha tadbirkorlar mahallamizda ko'payaversin. Ishingizni omadini bersin. Rahmat. Xo'p. Mana, davoyim yo'q deb yozib berdim. Rahmat baba. Shu bobo deyishing yoqdi menga. Ishing ham yaxshi ekan. Bu bolani qarang. Bir kunda yerlarni chopib, gullarimni ham ekib berdi. Rostdanmi? Ha. Barakalla. Aytdim-ku sizga bu yaxshi bola deb. Ha. Endi menga qara. Dadang bo'lmasa, men seni bobongman. O'zim seni tarbiya qilaman. Xursandman. Oxiri yoqtirib qopsiz-da. Ha, bola tushmagur. Bobo deb ko'nglim oldi-da. Bo'lmasa, hamma hujjatlarni men tayyorlab qo'yaman. Sizga rahmat. Ha, aytgancha, anavi yangi velosipedingizni idoramizga olib kelib qo'ydik. Borib olib keting. Voy, rostdanmi? Bo'lmasam-chi? Ha, Qani rostdan. keting bo'lmasam? Qayerga baba? Iya. Qayerga bo'lardi? Yangi velosipedni minib ko'rganda. Qani, bo'lmasam ilohoming. Turdik, bo'lmasam bora qolaylik. Ketdik bo'lmasa.
Telefonni ham ko'tarmaydi-ya bu bola. Qayerlarda qoldi ekan? Ish qilib yana o'g'irlik qilmagan bo'lsin-da. Tinch yurgan bo'lsang bo'ldi, bolam. Assalomu alaykum, oyi. Voy bolam, qayerda yuribsan? Nega kech qolding? Ishim ko'payib ketuvdi, oyi. Kunduzi ustozni oldida edim. Kechki o'rtoqlarim bilan 3 ta uyni yerlarini chopdik. Ko'cha tekdik. Mahallani raisi juda ham xursand bo'ldi. Voy o'zimni bolajonim. Aylanay bolamdan. Jonim bolam. Qosim aka, bu Shahboz nima derkin, ha? Bilmasam. Assalomu alaykum, uzr kech qoldim. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Endi bolam, senga bir xush xabarimiz bor. Haligi o'rtoqlaring bilan birgalikda kelib yashaydigan uylar atrofini ko'kalamzorlashtirgan eding-ku. Ana shu qilgan ishing hokimning quloqiga yetib boribdi. U seni ishga olmoqchi. Nima, xursand emasmisan? Rais buva, ishim bor-ku, ustozim qo'yib yubormaydi. Keyin men o'qishga ham kirdim, rais buva. Shunaqami? Tushgacha o'qishda bo'laman. Tushdan keyin ustaxonaga boryapman. Bolam, barakalla. O'qishga ham kirdim degin? Yashavar. Iya, sen o'qishga kirganingni nega men oxirida bilishim kerak? Nega birinchi bo'lib menga aytmading? Aytmoqchi edim, bobo. Telefoningizni o'zingiz ko'tarmadingiz-ku. Qanachilikda telefon uyda qolib ketibdi-ku. Ke bolam, tabriklab qo'ying. O'qishga kirganimdan tabriklayman. Kelajakda yaxshi inson bo'lgin, xalqimizga xizmat qilgin. Rahmat, bobo. Sog' bo'lgin, bolam. Sizlarga rahmat. Omon bo'l.